Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2025-yil 12-dekabr. Ushbu filtrimizni Samarqand viloyati vokzalga o'rnatdik. Ushbu filtrimizni ko'rsatib o'tamiz. Yon qismida zaxira baki mavjud. Mana zaxira bakida 5,5-6 litr suv saqlanadi. Ya'ni sizda elektr energiyasi o'chib qolgan vaqt ham bemalol suv olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 5,5 litrgacha. Mana ko'rib turganingiz smart filtr, ya'ni kirish-chiqish suvlarini tozalik darajasini ko'rsatib turadi. Agar zaxira baki to'lsa avtomatik o'zi o'chadi, full, ya'ni to'ldi degan signali yonib o'chadi. Mana bu esa suv bor yo'qligini ko'rsatadi. Ya'ni sizda vodoprovodingizda suv o'chib qolsa, uskuna o'zini o'zi avtomatik o'chiradi va suv kelmayapti degan signalni beradi. Nasosini kuyib qolishdan saqlaydi, suvsiz ishlab. Flash tizimi, bu filtrimizda flash tizimi mavjud. Ya'ni o'zini o'zi membrana teskari osmos tizimini yuvib turadi. Membrana tez to'lib qolmasligi uchun o'zini o'zi yuvish tizimi bor bunda. Work tizimi, toza suv ishlab chiqarish tizimi, ya'ni work yonib o'chayotganda toza suv zaxira bakiga to'ldirilyapti degan signalda yonib o'chadi. Mana shunday bo'lib. Ko'rib turganingizdek, filtrlari to'lsa, ushbu har bitta zaryadnikday joylari zaryadnikday kamayib boradi. Masalan, polipropilen filtri, STO filtrlari va RO filtrlari va C2 T33 filtrlari hammasini ko'rsatib turadi, to'lgan to'lmaganini. Shunga qarab almashtirib ishlatsangiz bo'ladi. O'rtacha holatga hisoblangan, albatta chuchurchuk hisoblanadi. Filtrni almashtirgandan keyin yana 0 ga qo'yiladi bu. Sariq tarafidan 4 bosqichdan suv o'tadigan bo'lsa, kumush rangli tarafidan 7 bosqichdan o'tgan suv chiqadi. Ya'ni ro'dan keyin ta'mni yaxshilab beruvchi T33 kokos filtrlaridan o'tgan suv chiqadi do'stlar. Kimga qaysi tarafini ta'mi yoqadigan bo'lsa, shu tarafdan iste'mol qilishi mumkin. Kimlargadir bu tarafini ta'mi yoqadigan bo'lsa, yana kimlargadir bu tarafini ta'mi yoqadi. Asosan ko'pchilik bu tarafini ovqatga qaynatib ishlatishga, choyga ishlatadi. U tarafini esa to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilishga ishlatadi. Ikkala tarafdan ham toza suv chiqadi do'stlar. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin.